Hozirda odamlar qanaqa kiyinganingizga emas, ko'proq jismoniy holatingizga e'tibor berishyapti. Yillar davomida kompaniya va brendlar insonni statusi, maqomi va nufuzini ko'rsatadigan kiyimlar ishlab chiqarishga e'tibor qaratgan. Bugungi kunda esa vaziyat o'zgardi. Hozir insonning jismoniy holati uni statusini belgilab beryapti. Chunki bu narsani pul bilan sotib olib bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsaning statusi baland ko'rilyapti. Ya'ni bu narsaga disiplina orqali, to'g'ri ovqatlanish orqali, inson o'ziga ko'proq e'tibor qaratishi orqali erishilyapti va bu narsaga yangi ijtimoiy aktiv sifatida qaralyapti. Va insonlar o'zini ko'proq aktiv hayotda yashayotganini, zalda shug'ullanayotganini, yangi ijtimoiy kapitalni o'stirib borayotganini ko'rsatishyapti. Aynan katta brendlar ham shu narsaga ko'proq e'tibor qaratib, marketingini ham shu tomonga yo'naltirishyapti. Va bugungi kunda yana bitta ijtimoiy kapitallardan bittasi, sizni statusingizni belgilab berilgan yana bitta muhim narsalardan bittasi bu o'zingizni shaxsiy auditoriyangizga ega bo'lishingiz, ya'ni bugungi kunda qancha insonlar siz haqingizda va sizni mahsulotingiz haqida bilishi. Asosan insonlar o'zlarining ijtimoiy tarmoqlarini rivojlantirish orqali odamlar bilan jonli kontakt o'rnatishyapti va reelslar orqali o'zi haqida, mahsulotlari haqida ko'proq insonlarga yetkazib, ijtimoiy kapitalni o'stirib borishyapti. Agarda siz ham reelslar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zingizning ijtimoiy kapitalingizni, ya'ni shaxsiy brendingizni qurishni reja qilgan bo'lsangiz, men prodyuser degan aktualni tayinlab qo'ydim. Batafsil ma'lumotni profilimdagi prodyuser aktualnidan olishingiz mumkin.